Xullas, ikkinchi maktabga keldik. Tak, bolalar, qani kim partiyasi bosgan? Kim? Ko'rsatinglar. Mana. Ikkita o'yin qilamiz. O'shaning uchun oralaringdan donozlik orqali tanlab olamiz. Tushundinglar? 100 dollarlik qo'shilgan. Xudo xolasa agar omadinglar kelsa, kimdir ichlaridan 100 dollar yutib oladi. To'rtta bo'lib donozlik o'ynaylik. Yutgan odam yonimga kelsin. Xullas 3 kishi o'ynaydi, 2 kishini qabul qilib olamiz va 2 kishiga imkon beramiz. Xullas o'ynaylik. Okey. Mana 100 dollar. Mana 100 dollar ichiga qo'yaman va taxmin aytasizlar. Olganlaring sizlarniki. Xo'p, bolalar, qani endi aytinglar. Kim birinchi bo'ladi? Necha songacha bo'ladi? 82 gacha bor. Shunda 35. 35. Yaxshi. Qaysi tomondan? Bu tomondan yo bu tomondan? Bo'ldi, mana shundan. 31, 32, 33, 34, 35. Okey, rozi bo'ychigar. Bir-birlariga maslahat bermanglar unaqa. Necha? 81 gacha. Emas, 5. Okey, qaysi tomon? Bu tomondan, bu tomondan. Bu tomondan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Rozi bo'linglar bolalar. Vokaliylar, hamma vokaliylarga shu videoni jo'natib tashlanglar. Kommentariyada yozinglar, biz qayerga borishimizni, qaysi maktab yoki qaysi qishloq